Agar sizda yoki ota-onangizda, buyingiz, bobongizda eski pasport bo'lsa, bugungi video siz uchun juda muhim. Chunki pasport masalasi pensiya olish, bank kartasidan foydalanish, notariusga borish, shifoxonada ro'yxatdan o'tish, kommunal xizmatlar, hatto telefon raqamini rasmiylashtirishgacha ta'sir qiladi. Eng ko'p berilayotgan savol shu: eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar hoziroq ID karta olishi kerakmi yoki kutsa bo'ladimi? Men bugun shu masalani oddiy tilda misol bilan kim xavotir olishi kerak, kim shoshilmasligi mumkin, qaysi holatda muammo chiqishi ehtimoli yuqori ekanini batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylar bor. Pasportning muddati tugamagan bo'lsa ham ayrim xizmatlarda muammo bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda kerak. Avval pasport masalasini tartib bilan tushunib olaylik. Ko'pchilik eski pasport deganda har xil hujjatni nazarda tutadi. Kimdir sobiq eski namunadagi biometrik bo'lmagan pasportni aytadi. Kimdir 2011-yildan keyin berilgan biometrik fuqarolik pasportini aytadi. Kimdir esa hozir joriy qilingan ID karta bilan solishtirib, oldingi pasportni eski deb ataydi. Mana shu joyda chalkashlik boshlanadi. Oldin fuqarolarda ichki hujjat sifatida pasport bo'lardi. Inson shaxsini tasdiqlash, doimiy ro'yxatdan o'tish, nikoh, notarius, bank, pensiya, ishga kirish kabi ishlar shu pasport bilan bajarilardi. Keyin biometrik pasportlar joriy qilindi. Unda chip, shaxsiy ma'lumotlar, rasm, tug'ilgan sana, yashash manzili kabi ma'lumotlar bo'ladi. So'nggi yillarda esa ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta bosqichma-bosqich joriy etildi. Ya'ni hozir yangi hujjat oladigan odamga odatda ID karta beriladi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Demak, asosiy savolga kelamiz. Pasport endi amal qilmaydimi? Javob bitta so'z bilan aytilmaydi. Chunki qaysi pasportligi, muddati tugagan, tugamaganligi, egasining yoshi, hujjatda xatolik bor yo'qligi, u odam qaysi xizmatdan foydalanmoqchi ekani muhim. Agar sizda amaldagi biometrik fuqarolik pasporti bo'lsa va muddati tugamagan bo'lsa, ko'p holatda u muddati tugaguncha ishlatiladi. Lekin agar pasportingiz juda eski namunadagi bo'lsa, muddati allaqachon tugagan bo'lsa, rasm juda eskirgan bo'lsa, varaqalar yirtilgan bo'lsa, familiya yoki manzil o'zgargan bo'lsa, yoki tizimlarda ma'lumot chiqmayotgan bo'lsa, muammo yuzaga keladi. Pensionerlar uchun bu nima uchun alohida muhim? Chunki pensioner har oy pensiya oladi, bank kartasiga bog'liq bo'ladi. Ayrim hollarda ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, davolanish, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik hujjatlari, meros, uy-joy, subsidiya, kommunal imtiyozlar bilan ishlaydi. Bularning ko'pida shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Agar hujjat bilan bog'liq muammo chiqsa, odamning o'zi aybdor bo'lmasa ham jarayon to'xtab qolishi mumkin. Birinchi guruh muddati tugagan pasport egalari. Agar pasportingizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, men pensionerman, menga baribir bo'laveradi deb yurish to'g'ri emas. Muddati tugagan hujjat bilan bankda karta almashtirish, notariusda ishonchnoma berish, meros ishini ochish, telefon raqamini qayta rasmiylashtirish. Ayrim davlat xizmatlaridan foydalanish qiyinlashadi. Masalan, Oli tekkasi yoshli otaxonning pasport muddati 2023 yil noyabrda tugagan. U 2024 yilda bank kartasini yo'qotib qo'ydi. Bankka bo'lsa, xodim avval shaxsingizni amaldagi hujjat bilan tasdiqlang deydi. Otaxon pensiyani naqd olishni xohlaydi, lekin karta tiklanishi uchun amaldagi hujjat kerak. Natijada oddiy karta masalasi pasport masalasiga borib taqaladi. Ikkinchi guruh biometrik bo'lmagan juda eski pasport egalari. Bunday hujjatlar bilan hozirgi elektron tizimlarda ko'p muammo chiqishi mumkin. Chunki davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, tibbiy muassasalar tobora elektron bazalar orqali ishlayapti. Hujjatdagi seriya raqam, JSHSHIR, fotosurat, tug'ilgan sana, manzil, familiya bir xil chiqishi kerak. Eski hujjatda ayrim ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi yoki tizimda mos kelmasligi mumkin. Masalan, Buyjonning pasportida familiyasi Karimova deb yozilgan, lekin pensiya bazasida bir joyda Karimova. Boshqa joyda tug'ilgan sanasi bitta raqamga farq qiladi. Hujjat yangilanmaguncha xatolikni tuzatish ham cho'ziladi. Uchinchi guruh pasportdagi rasm juda eskirgan yoki shaxsni tanib bo'lmaydigan holat. Pensionerlarda bu ko'p uchraydi. Pasport 10 yil oldin olingan, rasmda odam ancha yosh. Hozir esa tashqi ko'rinishi keskin o'zgargan. Oddiy holatda bu jinoyat emas.
Lekin bank yoki notarius xodimi shaxsni aniqlashda shubha qilishi mumkin. Masalan, 2 yoshli ayol uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notarius hujjatni ko'rib, rasm juda eski. Odamning hozirgi ko'rinishi bilan moslash qiyin deydi. U qo'shimcha tasdiq so'rashi, yangi ID karta olishni tavsiya qilishi yoki jarayonni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Chunki notarius uchun eng muhim narsa hujjat egasi haqiqatan ham shu odam ekanini aniq bilish. 4-guruh. Familiya, ism. Otasining ismi yoki oilaviy holati o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin eski pasport bilan yuribdi. Yoki ajrashgandan keyin familiyasini qaytargan. Ammo hujjatda eski familiya qolgan. Pensiya hujjatlari bir familiyada, bank kartasi boshqa familiyada, tibbiy karta yana boshqa yozuvda bo'lsa, muammo ko'payadi. Pensionerlar orasida mening hamma joyda tanishlarim biladi degan fikr bor. Lekin hozir ko'p ish odamni tanish bilan emas, elektron ma'lumot bilan yuradi. Tizim familiya mo'z kelmasa to'lovni, ro'yxatdan o'tishni yoki xizmatni ushlab turishi mumkin. 5-guruh. Xorijga chiqmoqchi bo'lganlar. Ishki pasport yoki ID karta bilan hamma joyga chiqib bo'lmaydi. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi pensionerlar davolanish uchun, farzandlarnikiga borish uchun, ziyorat uchun, turistik safar uchun chet elga chiqmoqchi bo'ladi. Shunda menda eski pasport bor-ku deyish yetarli emas. Ichki hujjat alohida, xorijga chiqish pasporti alohida. Agar sizning farzandingiz Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatda yashasa, safardan oldin hujjatlaringizni kamida bir necha hafta oldin tekshirtiring. Chunki aviachipta olingandan keyin pasport masalasini hal qilishga yugurish ortiqcha stress va xarajatga olib keladi. Endi kim shoshilmasligi mumkin? Agar sizda amaldagi biometrik pasport bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, hujjat yaroqli holatda bo'lsa, ma'lumotlaringizda xatolik bo'lmasa, bank, pensiya, tibbiyot va davlat xizmatlarida muammo chiqmayotgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir pasport muddati qachon tugashini tekshirib qo'ying. Men pensionerlarga doim shuni hujjat muddati tugashidan martiylik 2 oy oldin emas, kamida 3-4 oy oldin o'ylash kerak. Ayniqsa qishloq joylarda tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, sog'liq sababli navbatda turish og'ir bo'lsa, oldindan tayyorlanish kerak. Raqamli misol keltiraman. Bir otaxonning pasporti 2026 yil 15 martgacha amal qiladi. U hali vaqt bor deb yuradi. 2026 yil fevralda bank kartasi muddati tugaydi. Yangi karta olish kerak bo'ladi. Bank hujjatni ko'rib, pasport muddati juda yaqin tugashini aytadi va yangi hujjat olishni tavsiya qiladi. Otaxon mart oyida kasal bo'lib qoladi. Hujjat almashtirishga bora olmaydi. Natijada karta, pensiya, davolanish uchun to'lovlar bilan muammo chiqadi. Agar u 2025 yil noyabr-dekabrdayoq ID karta olganda hammasi tinch o'tardi. Yana bir misol, 65 yoshli pensioner ayol kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozga ariza bermoqchi. Davlat xizmatlari markazida ma'lumot kiritilganda pasportdagi tug'ilgan sana bilan pensiya bazasidagi tug'ilgan sana mos kelmaydi. Hujjatda 1990 yil 4 iyun, ba'zida 1906 iyun. Farq atiga 2 kun. Lekin tizim uchun bu boshqa ma'lumot. Bunday holatda mayli 2 kun nima bo'lib degan gap o'tmaydi. Avval hujjat va baza ma'lumotlari to'g'rilanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun eski hujjatlar bilan yurish ba'zida kichik xatoni katta muammoga aylantiradi. Birinchi, nozik jihat, pasportning jismoniy holati. Hujjat muddati tugamagan bo'lishi mumkin, lekin yirtilgan, suvdek yozuvlar o'chgan, sahifalari ajralgan, rasm joyi shikastlangan bo'lsa, undan foydalanishda muammo chiqadi. Bank yoki notarius bunday hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Chunki hujjatning haqiqiyligini tekshirish qiyinlashadi. Pensionerlar ko'pincha pasportni yillar davomida eski hamyon, sumka yoki dori qutisi ichida olib yuradi. Namlik, bukilish, quyosh chang hujjatni buzadi. Agar pasportingizni ochganda sahifa ajralib ketay desa, uni hali yuribdi-ku deb qo'ymang. Ikkinchi nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil. Ba'zan odam bir joyda yashaydi, lekin pasportda boshqa manzil turadi. Oldin bunga uncha e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'plab xizmatlar yashash joyi, hudud, poliklinika, mahalla, pensiya bo'limi bilan bog'langan. Masalan, pensioner qizi bilan Toshkentda yashayapti, lekin doimiy ro'yxati Qashqadaryoda. Tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam, mahalla orqali beriladigan moddiy ko'mak, subsidiya kabi masalalarda siz qayerda ro'yxatdasiz degan savol chiqadi.
ID karta olayotganda yoki hujjat yangilayotganda manzil masalasini ham tekshirtirish kerak. 3-nozik jihat JSHR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami. Hozir juda ko'p xizmatlar aynan shu raqam orqali ishlaydi. Agar eski hujjatda bu raqam bo'lmasa yoki tizimda noto'g'ri bog'langan bo'lsa, odamning ma'lumotlari turli bazalarda tarqalib ketgan bo'lishi mumkin. Pensiyaning pensiya ishi bitta raqamga, bank kartasi boshqa ma'lumotga. Sog'liq yoki tibbiyot bazasi yana boshqacha yozuvga bog'lanib qolsa, keyin ularni to'g'rilash vaqt oladi. Shuning uchun ID karta olish jarayonida shaxsiy raqam, tug'ilgan sana, ism, familiya harfma-harf tekshirilishi shart. 4-nozik jihat ishonchnoma orqali ish bitirish. Ko'p pensionerlar o'zim bora olmayman, o'g'lim borib almashtirib keladi deb o'ylaydi. Hujjat olishda ko'pincha shaxsning o'z ishtiroki kerak bo'ladi. Chunki suratga olish, biometrik ma'lumot, imzo, shaxsni tasdiqlash jarayoni bor. Ayrim og'ir kasal, yotib qolgan, harakatlana olmaydigan fuqarolar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Masalan, mas'ul organlarga murojaat qilib, qo'shma xizmat yoki boshqa yordam masalasini so'rash kerak. Lekin odatiy holatda pasportimni nevaram olib keladi deb o'ylash xato. Avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq tartibni so'rang. 5-nozik jihat pensiya to'xtab qoladimi? Odamlar eng ko'p shundan qo'rqadi. Hujjat eskirgani yoki muddati tugagani bilan pensiya avtomatik tarzda darhol bekor bo'lib ketadi deb vahma qilish kerak emas. Pensiya huquqi alohida masala. Lekin amaliyotda hujjat muammosi sabab pensiyani olish jarayoni qiyinlashishi mumkin. Masalan, bank kartasini yangilash, identifikatsiyadan o'tish, pensiya bo'limiga ma'lumot kiritish, ishonchnoma berish, boshqa viloyatga ko'chib o'tish vaqtida amaldagi hujjat talab qilinadi. Ya'ni muammo pensiyaning o'zida emas, pensiyaga xizmat ko'rsatadigan jarayonlarda paydo bo'ladi. 6-nozik jihat. Men umuman hech qayerga bormayman. Uyda o'tiraman degan fikr. Bugun bormasligingiz mumkin, lekin ertaga kutilmagan ish chiqadi. Masalan, meros masalasi, uy-joy hujjati, davolanish uchun shifoxonaga yotish, bankdan ma'lumotnoma, nafaqa turi o'zgarishi. Nogironlik guvohnomasi, telefon raqamini tiklash, plastik karta bloklanishi. Hujjatlar odatda tinch vaqtda tayyorlanadi. Muammo chiqqan paytda tayyorlash esa odamni qiynaydi. Ayniqsa pensioner uchun navbat kutish, bir necha tashkilotga borish, suratga tushish, ma'lumot to'g'rilash sog'liq va asabga ta'sir qiladi. 7-nozik jihat. Chekka hududlarda yashovchi pensionerlar tuman markazigacha yirtimli 6000 kilometr masofa bo'lsa, bitta hujjat uchun 2-3 marta qatnashga to'g'ri kelishi mumkin. Birinchi bor maslahat, ikkinchi bor ariza, uchinchi bor tayyor hujjatni olish. Agar oldindan telefon qilib yoki mahalla orqali kerakli ro'yxatni bilib olmasangiz, bitta qog'oz yetishmadi deb qaytib ketishingiz mumkin. Shuning uchun yoshi katta odamni yo'lga chiqarishdan oldin farzandlari ham mas'uliyat bilan tayyorlanishi kerak. Birinchi qadam, pasportingizni qo'lga olib, muddatini tekshiring. Amal qilish muddati qachongacha yozilganini ko'ring. Agar muddat tugagan bo'lsa, kechiktirmang. Agar muddat 3-6 oy ichida tugasa, hozirdan harakat boshlang. Agar muddat uzoq bo'lsa ham, hujjat holatini tekshiring. Yirtilmaganmi, rasm aniqmi, yozuvlar o'chmaganmi, sahifalar joyidami? Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, JSHR. Manzilli pensiya hujjatlari, bank kartasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi hujjatlar, kadastr yoki uy-joy hujjatlari bilan solishtiring. Harflarda farq bormi? Masalan, Gulnora bir joyda Gulnora bo'lib qolmaganmi? O va U va G, X va kabi harflarda farq yo'qmi? Hozir elektron tizimlarda bunday farqlar ko'p muammo beradi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni rasmiylashtirish masalasida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yoki tegishli davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi tartib ishlashini oldindan bilib oling. Mahallangizdan, tuman davlat xizmatlari markazidan yoki ichki ishlar organlarining migratsiya bo'limidan so'rang. Agar onlayn navbat olish imkoniyati bo'lsa, farzandlaringizdan yordam so'rang. Maqsad bitta, pensioner odam bekorga navbatda turmasin. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport, ariza, to'lov kvitansiyasi, ayrim holatlarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrashganlik guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat,
ro'yxatdan o'tgan manzilga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat har xil bo'lgani uchun aniq ro'yxatning joyida yoki telefon orqali tekshirib oling. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, bu alohida tartib. Yo'qolgan hujjat bo'yicha ariza berish, izoh yozish. Ehtimoliy tekshiruv jarayonidan o'tish talab qilinadi. 5-qadam. To'lov masalasini oldindan biling. Hujjat rasmiylashtirishda davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Pensionerlar uchun ayrim to'lovlarda imtiyozlar bo'lishi yoki bo'lmasligi holatga bog'liq. Shuning uchun pensioner bo'lsam, tekin bo'lsa kerak deb taxmin qilmang. Oldindan so'rang, qancha to'lov, qayerga to'lanadi? Plastik karta orqali bo'ladimi? Naqd to'lash mumkinmi? Katta yoshli odamni bankomat izlatib qo'ymaslik kerak. 6-qadam, agar odam yotib qolgan bo'lsa, alohida murojaat qiling. Masalan, onangiz yurmaydi. Otangiz insultdan keyin yotib qolgan, ko'chaga chiqishi qiyin. Bunday holatda baribir borish kerak deb qiynamang. Avval mas'ul tashkilotga yozma yoki og'zaki murojaat qilib holatni tushuntiring. Tibbiy ma'lumotnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, manzil ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda mas'ul xodimlar ko'chma tartibda yordam berishi yoki qanday qonuniy yo'l borligini tushuntirishi mumkin. Muhimi, hammasini rasmiy tartibda qiling. 7-qadam, yangi hujjat olgandan keyin uni faqat javonga solib qo'ymang. Bankka, pensiya bo'limiga, poliklinikaga, kerak bo'lsa mobil aloqa operatoriga ma'lumotlarni yangilash zarurmi, yo'qmi? Tekshiring. Masalan, yangi ID karta oldingiz, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bilan qolgan bo'lishi mumkin. Keyin karta muddati tugaganda yana muammo chiqadi. Shuning uchun hujjat yangilangandan keyin asosiy tashkilotlarda ma'lumot mosligini tekshirtirish foydali. 8-qadam, hujjatni asrang va nusxalarini tayyor qiling. Asl hujjatni har doim ham hamyonning ichida buklab yurish shart emas. Uni guruh xavfsiz joyda saqlang. Kerakli joylarga faqat talab qilinganda olib boring. Farzandlaringizga hujjatning nusxasini yoki skanerini saqlab qo'yishni ayting, lekin begona odamlarga pasport ma'lumotlarini yubormang. Telefon orqali pasport rasmini yuboring, yordam puli chiqaramiz deganlarga ishonmang. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. 9-qadam, agar hujjatda xatolik topsangiz, uni yashirmang. Bitta harf xato ekan, hech narsa bo'lmaydi deb yurish keyin qimmatga tushadi. Xatoni tuzatish uchun tegishli organlarga murojaat qiling. Ba'zan arxiv ma'lumoti, tug'ilganlik guvohnomasi, sud qarori yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlaridan ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Bu ishlar bir kunda bitmasligi mumkin. Lekin ertaroq boshlasangiz, ertaga katta muammo bo'lmaydi. 10-qadam, farzandlar va nevaralar mas'ul bo'lsin. Men bu videoni ko'rayotgan yoshlar uchun ham alohida aytaman. Ota-onangizning pasport muddatini bir tekshirib qo'ying. Ular sizga aytmasligi mumkin. Hammasi joyida deyishi mumkin. Lekin pasportni ochib ko'rsangiz, muddat tugagan, rasm tanib bo'lmaydigan, sahifa yirtilgan bo'lishi mumkin. Bir kun vaqtingizni ajratib, hujjatlarni tartibga keltirib qo'ysangiz, keyin bank, shifoxona, notarius yoki pensiya masalasida yugurib yurmaydi. Demak, eski pasport masalasida eng to'g'ri yondashuv vahima emas. Tekshiruv va tartib. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, hujjat yaroqsiz holatda bo'lsa, ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, familiya yoki manzil o'zgargan bo'lsa, pensionerlar bu ishni kechiktirmasligi kerak. Agar biometrik pasport amalda bo'lsa, muddati bor bo'lsa va barcha xizmatlarda muammo chiqmayotgan bo'lsa, shoshilinch vahima qilish shart emas, lekin muddatni oldindan nazorat qilish kerak. Eng muhimi, pensiya, bank, notarius, tibbiyot va davlat xizmatlari bir-biri bilan bog'langan davrda hujjatdagi kichik muammo ham katta kechikishga olib kelishi mumkin. Siz hoziroq uyda pasportingizni yoki ota-onangizning pasportini tekshiring. Muddati qachongacha? Ma'lumotlari to'g'rimi? Holati yaxshimi? Agar shubha bo'lsa, hududingizdagi davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan aniq maslahat oling. Izohlarda yozing. Sizda eski pasport bilan muammo bo'lganmi? Bank yoki pensiya olishda qiyinchilik chiqqanmi? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, ayniqsa pensioner tanishlaringizga yuboring.